taklif etiladi. Ikkinchi yengil vazn toifasi. Burchak vakili Toshkent farzandi Demak, ikkinchi yengil vazn 55 kg Bekdavlat O'rolbekov birinchi bo'lib ringga chiqib keladi. Ko'k burchakka. Va uning raqibi Sardor Pardayev. Qashqadaryo viloyatidan. Sardor Pardayevni biz havaskor bokschilarimiz hozir professional kuzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Referi har ikkala bokschini ko'zdan kechiradi. Birinchi raund demak boshlandi. O'rolbekov Pardayev qarama-qarshi degan. Chamalyapti jab bilan O'rolbekov bo'y borasida biroz ustunlikka ega. Qanchalik foydalanadiku ko'ramiz. Ishlayapti. Pardayev esa kutyapti. Yaxshi kombinatsiya. Jigariga hozir zarba yo'lashga harakat qildi. Pardayev ancha yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekan professional boksga. Harakat, qadam bosishi professional boksga ancha yaxshi, yaqin. Jab O'rolbekovdan, uni darhol o'ng qo'l kross. Qo'llar ustidan Pardayevdan. Bosh to'qnashib ketdi menimcha, ammo hisob ochilyapti.
Qorniga zarba yo'llayapti. Yaxshi O'rolbekov. Hozir vaziyatdan chiqib ketdi. Raqib hujumga o'tganidan so'ng qarshi hujumda chap qo'l yontirgan zarbasini o'tkazdi. Pardayev darhol jahli chiqib hujumga o'tdi. Yana bir zarba qabul qilyapti. Kombinatsiya qildi. O'zi ham ko'p zarba yo'lladi. Lekin O'rolbekov raundni oxirgi qismini yomon o'tkazmadi. Aslini olganda. Nazarovni ko'ryapmiz, Solimjon. Ikki tajribali bokschi hozir. Olimjon Nazarovning rekord qayd etgan bokschilarimizdan biri. Qaysidir ma'noda jang soni bo'yicha 32 ta g'alaba, 16 ta 5 ta mag'lubiyat. Umumiy do'stlar 37 ta jang faoliyati. Olimjon Nazarov. Nodirbek xotira biroz pan berdi. Mana shu vaziyatda Nodirbek boks ikkinchisi. Havaskor boksda mamlakat chempionati doirasida juda ko'p natijalar berishgan sportchilarimizdan biri. Ikkinchi raund borada boshlandi. Mirzaahmedov, esladim, ha. O'zbekiston chempioni bo'lgan, ko'pgar O'zbekiston chempionati sovrindori. Ushbu bokschimiz, yanglishmasam, Osiyo chempionatida ham natija ko'rsatgan edi. G'alaba qozongan shubhasiz. O'zbek boksi tarixida o'ziga xos iz qoldirgan sportchilarimiz. Juda o'ziga xotirjam, juda bosiq yigit Mirzaahmedov. Uning qo'l ostida hozir tushyapti. Pardayev kombinatsiyalar uyushtiryapti, zarbalar yo'llayapti, yaxshi harakat qilyapti, ammo kombinatsiya so'ngida O'rolbekov qanaydir o'sha o'ng qo'l cross, chap qo'l yondirma zarbasini bitta yo'llab qo'ydi. Bu degani biroz Pardayev joyida qolib ketmoqda. Jab. O'ng qo'l cross mana endi Pardayevdan. Bu safar joyida qolib ketmadi, raqibga javob qaytarishga imkon bermadi. Jab. Biroz ayyorlik. Boshni biroz pasaga yuboryapti. O'rolbekov. Jab o'tdi yana. Boshning orqa qismiga zarba yo'llash kerak emas. Jab. Chap qo'l yondirma zarba. Ikkilik zarbasi ortidan. Kombinatsiya O'rolbekovdan. Jon holatda, lekin juda yaqin masofada mana shu zarbalarni amalga oshiryapti. Mo'ljalga yetkazish bu holatda Pardayevga onsora va chap berish ham kerak. Chetiga taqab olgan holda olish. Zarba yo'llash ko'rinishda. Uppercut. Jigariga o'tyapti zarba. Qarang, kombinatsiya chap qo'l jigariga va chap qo'lni darhol uppercut yo'llayapti. Ko'p yiqilib yuboryapti. Ha, egayapti pastga Pardayev, lekin baribir bunday vaziyatda bokschi qaddini tutib qolish kerak.
Uchinchi raund. Uchinchi raund demak boshlandi. Qo'l qisqa masofa, bir chap bergan holda o'sha uzoq otdi. Yondirib zarba amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti. Ikkinchisini qaytaryapti Pardayev. Tashlanma deb aytib o'tdi Olimjon Nazarov unga. Tashlanmayapti. Chap qo'l zarba ortidan. Atayna chap qo'lini joyida olib ushlab qoldi. Raqibdan o'tkazib yubormaslik uchun zarbani jab. Yana bir jab. Chap qo'l yondirib zarba. Aperkot va to'g'ri. Masofa yetmadi. Qolaversa Murodbekov javob qaytardi. Pardayev yanglishmasam Qashqadaryo bo'ladi, aytib o'tishdi. Jab qorniga. O'ng qo'l boshiga zarba. Ushbu zarbani qo'lga egilyapti. Haddan tashqari Murodbekov egilyapti mana bu yerda. Ko'rsatmalar yengil raqibni charchatish kerak. Yengil mana shunday zarbalar tinmasdan so'ralyapti. Boshni ushlab olyapti O'rolbekov. Jab qorniga, boshiga. O'rolbekdan javob qaytmaydigan bo'lib qolganidir. Yana yiqilib tushyapti. Jab ikkita. O'ng qo'l yondirib zarba ortidan. Yana jablar almashinuvi. Yaxshi kombinatsiya va yana yiqilyapti. Va do'stlar, 3-raund ham yakuniga yetdi. Bu raundda O'rolbekov deyarli javob qaytardi. Bundan avvalgi raundlarda har bir Pardayevning kombinatsiyasiga baribir o'ng qo'l, chap qo'l yondirilgan zarbasi, kuchli zarbasi bilan javob qaytarayotgan edi, hozir esa qaytarmay qo'ydi. Jab. Yana bir jab. O'rolbekov tashlayapti oldinga, ammo Pardayev ajoyib tarzda kutib olyapti. Pasiga yuboryapti. Ta'nan Pardayev aperkot zarbalaridan amalga oshirmayapti mana shunday vaziyatda. Chap qo'l yondirilgan zarba. Oldinga kutib olish chog'ida O'rolbekov tashlanyapti. So'nggi kuchini amalga oshirishga harakat qilib qo'yapti. Borni beryapti, og'ib ketyapti, yiqilib tushyapti. Jab. Men tavakkal. Nima bo'lsa bo'lar. Zarbalar jo'rlayapti. Begdavlat O'rolbekov.
Pardayev. Chiroyli kombinatsiya amalga oshirmoqchi edi O'rolbek, lekin juda yaqin masofa. Bo'yi pastroq. Jab ichda. O'rolbek fen oldinga borishga harakat qilib ko'radi. Jigariga zarba o'tdi. O'ng qo'lga yondirilma zarba. Jab ortida. Chap qo'l yondirilma zarba o'tyapti. Uppercut, jigariga ikkita zarba. Ahmadov uppercut o'tmadi. Sholimov o'z vaqtida yo'llangan edi. Kurash yubordi, og'dirib tashladi hozir. Pardayev raqibini uppercut zarbasi. Yana uppercut zarbasi, jigariga zarba, qorniga zarba. Ikkita uppercut. Yiqilish kerak emas. O'rolbekov. Hisoblash berdi referi. Bo'ldi. Jang yakuniga yetyapti. Jang yakuniga yetyapti endi bu yerda barchasi tushunarli. Pardayev imkon qoldirmadi raqibiga. Sardor Pardayev uning qo'li baland ko'tarilyapti, kutilgan. Natija bor. İsmail Şamsimatov. Ortaçak Zokilov. Takrorlab qaraymiz.